Bugun ajoyib bir holat bo'ldi ustoz. Ertalab bir tanishimizga xabar qildim. Shunaqa bugun podkast yozamiz. Moturidiy ta'limotini ahamiyati haqida deb aytdim, xabar berdim. U kishi endi bu sohada o'qimagan, endi oddiy musulmon odam edilar. Bir savol berib qoldilar. Shu savolni men o'sha hozir hammani oldida sizlarga taqdim etsam, aytdilarki, mana biz moturidiylik ta'limoti deymiz. Naqshbandiylik ta'limoti deymiz. Bularni qanday ajratamiz? Bular ham o'zga-o'zgami? Naqshbandiylik ta'limoti yoki misol uchun yassaviy ta'limoti, moturidiylik ta'limoti degan tushuncha iboralar ishlatiladi. Buni qanday tushunamiz deb qoldilar. Demak, bularga ham alohida nima deydi, javob berib o'tsak yaxshi bo'lar ustoz. Demak, xalqimiz bu tushunchalarni, ya'ni ta'limotlar, ya'ni fiqh nima, aqida nima va tasavvuf nima, bir ozgina ustoz shuni izohlab bersangiz. Haqiqatdan ham xalqimizda hattoki hozir biz gaplashayotgan darajadagi gaplarga ham savol chiqishi mumkin-da. Chunki endi aqida masalasi o'zi chuqur mazmunga ega bo'lgan mavzu hisoblanadi. Ayniqsa biz mana Moturidiy markazi faoliyatini boshladi. Moturidiy aqidasi to'g'risida keyingi davrlarda ko'p gapiryapmiz. Shuni o'zida ham odamlarda har xil fikr paydo bo'ladi. To'g'ri, bir tomon tasavvuf deymiz, bir tomoni aqida deymiz, bir tomoni Hanafiy mazhabi deymiz. Go'yoki nazarda yo'llar ham, yo'nalishlar ham ko'payib ketayotgandek tuyulishi mumkin-da. Lekin aslini so'raydigan bo'lsak, hammasi bir maqsadga xizmat qilyapti. Payg'ambar alayhisolatu vassalomga Jabroil alayhissalom hadisi deymiz-ku. Buni asl asosi shu. Jabroil alayhissalom Hazrat Umardan rivoyat qilingan hadisda bir kuni kelib Payg'ambar alayhisolatu vassalomning oldilariga kelib, mal iymon, iymon nima, mal islom, islom nima, ihson nima deb savol javob qilganlar. Payg'ambar alayhissalom shu savollariga javob berganlar. Ana iymon degani hozir biz zikr qilib o'tgan ishlar, Allohga iymon keltirish, farishtalarga, kitoblariga, payg'ambarlariga, taqdir va oxirat kuniga iymon keltirish bo'lsa, islom esa bizning amaliyotimiz. Yuqorida aytdik, demak iymon Payg'ambar alayhisolatu vassalom 12 yil da'vat qildilar la ilaha illallohga. Ana undan keyin odamlarni iymonini bir joyga qo'ygandan keyin namoz farz bo'ldi. Endi amaliyotga o'tildi. Ana buni islom dedilar. Namoz o'qishlik, ro'za tutishlik, zakot berishlik, boy odam bundan qodir bo'lsa hajga borishlik va shunga o'xshab, demak bizning hayotimizdagi amaliyotimiz, to'g'rimi? Kasb qilishligimiz, qo'ni-qo'shnichilik munosabatlarimiz, qavm qarindoshchilik munosabatlarimiz va boshqa amaliyotimiz bu ikkinchi qismi. Va endi uchinchi qismi ihson deganda bu bizning go'yoki birinchi navbatda axloqimiz. Birinchi navbatda Alloh bilan bo'ladigan o'rtasidagi munosabatimizni to'g'rilab olishimiz kerak. Biz uni oldida bandai ojiz, uni oldida biz hisob beruvchi zot, inson sifatida turishimiz kerak. Qanday, qayerda bo'lishimizdan qat'iy nazar, u namozda bo'lamizmi, ko'chada bo'lamizmi, uyimizda bo'lamizmi, qayerda bo'lsak, shu meni tepamda nazorat qilib turuvchi zot bor. Men hisob beruvchi, bu qilayotgan har bir xatti-harakatimdan ertaga hisob beruvchi zot bor, Rabbim bor deb o'shani go'yoki sen ko'zing oldingda namoyon qilgin, ko'rib turgin. Ko'rishing ilojing yo'q, u seni ko'rib turganligini his qilgin degan ta'limot. Bu endi odob axloqqa o'tadigan. Mana shu endi keyingi davr ulamolari, yuqorida ham aytdik, o'zi aslida har bir kishida bo'lish kerak bo'lgan aqidani uni bir tizimga solish uchun bu bir fanga aylandi. Ilmga aylandi. To'g'rimi? Bu aslida aqida ilmi ham deyilmadi o'zi, aslida keyin borib bu o'z nomini oldi. Misol uchun fiqhul akbar deyildi, to'g'rimi? Yoki usuli din deyildi, dinning asli deyildi. Ana undan keyin borib keyin kalom ilmiga aylanib, ana o'sha davrda keyin moturidiylik yo'nalishi, ikkinchi tomondan ash'ariylik yo'nalishi, ya'ni bu juda ham keng qamrovli bitta bir tizimga aylandi aqida masalasi. Bizni boyaga aytgandek namozimiz, ro'zamiz, amaliyotimiz ham keyin borib bir katta bir maktabga aylandi. Natijada 4 ta mazhab kelib chiqdi. Hanafiy mazhabi, Shofiy mazhabi, Maliki va Hanbali. Bu bizni shu amaliyotimizni o'sha shariatimizga muvofiq bo'lishligini ko'rsatib beruvchi yo'l. Mazhab degani shu yo'l. Demak, bu yo'l u bizni amaliyotimizda to'g'ri yo'lni ko'rsatadi. Insonning demak bitta aqidasi bo'lsin oldin to'g'ri, undan keyin qiladigan amaliyoti to'g'ri bo'lsin deb bunga alohida bir
tizim yoki bo'lmasam bir ilm sifatida bunga qaraldi. Va uchinchisi endi bu bizning axloqimiz. Yuqorida aytganimizdek, Rabbimiz bilan bo'ladigan, qolaversa boshqalar bilan bo'ladigan aloqamizda hamma narsani bizni ko'rib turuvchi, ertaga biz hisob berishimiz bor bo'lgan, haq bo'lgan zot ko'rib turibdi deb, ana o'sha narsani bizga his qildirib, shu yo'lda tarbiyalash uchun keyin bir tasavvuf tariqatlari kelib chiqdi. Tasavvuf maktabi yuzaga keldi va bular ham o'zlarini bir xos usullarini joriy qilish natijasida Naqshbandiy, Yassaviya, Kubraviya va boshqa demak maktablar tashkil bo'ldi. Maqsad aytmoqchimizki, bu Maturidiy maktabi bizni aqidamizni to'g'rilashga xizmat qiladigan bir ta'limot bo'lsa, Hanafiy mazhabimiz bizni amaliyotimizni, ibodatimizni demak to'g'ri yo'lga soladigan bir maktab bo'lsa, demak bu tariqat, Naqshbandiya tariqati bizni yurtimizda keng tarqagan, bizni yurtimizdan chiqqan zot, demak bu kishini maktabi bizni axloqimizni to'g'ri yo'lga soladigan va hammasi bitta maqsadga yetaklaydigan yo'llar bo'ldi-da.